ishqilib bek achchig'im bor. Cho'ng boppam ayni vaqtda qarz berman, qarz bersangiz ololmaysiz debdi. O'ta ishonmabdiman-kan, rost gapkan bu. Qarz bersa qarzdordan qarzningki qarz egisin, qarz yomon deb o'ta pulni bergin unutmayotgan taqa. Bugun men tog'ning o'tida qo'y boqqan yerdan keldim. Qarzimni olsammi, olmasammi chuqum hep shatmisam bo'lmaydi. Mana ma uydagi qulun qo'shnilar abdan tudanglima. Bo'ldi, sen tanga qo'shnam. Qaq kutibsiya. Hanim bo'lsa bakalla qo'shnam. Ha ishkilini obdan bakalla. Men taq ishkilini ulablam bu dunyoga ketganmiki deb o'ylabdim. Bakal. Nimada gap qilsam, gap bo'lsa chayliq deyishlar. Ojon, canım qo'shnim. Chiroylik deyishlar. Hele chiroylik deyishga o'tug'li bizga 2 yil bo'ldi. Hatta tugumini o'sha chiroylik uzgap emas. Mendan olgan qarzni bir qachonligimni qaytib ola, ashuni suylab keldim. Mana. Hozir qo'limiz bak qisqa sen tanga. Söyleyip hemen var pul tapqanını bir ödetmez. Qadijan bilan amandan. Qo'limiz qisqa disli qo'shnam. Qo'lingni qisqa o'g'andaki nima qarzamı deb yiroq uzun so'zlana qalanglar. Qarzgani qaytamaydi qadam degan qarzamamiz. Unutib qoldingizmi qo'shnam? Balimada zinda oltitmi deb netyadim qarz olganman. Hanim bo'lsa qo'shnam islarda barkan unutib qolmablar. Biletmay, bu a'lim o'lab qolgan 2 yil oldu. Amaki menden ağa qarz pulumı bir bəsula 2 yil oldu yancuqları çok pulumu köküp ketkenmi tu bana. Xapomuzli qo'shnim, hozir qo'limiz bitga qisqa bo'lib qoldi. Pul topganda chuqur qaytib bitmiz. Hanim bo'lsa pul topganda bitmi deslekan qo'shnim 2 yil oldu bu gapni degan anglab qolqanma bek eg'irlab ketdim o'sha gapni anglagan yanqisi. To'lamang ayna quruq hikoya so'zimay pulumni darhol bəsla. Kim o'zini pulusi yo'q Abdullab qolsin debdikin ha. Qo'shnim, bu nima deganlari? Sizcha biz namoyatchilikni o'zimiz tilab topib o'xshaymiz ha? Bizning namoyat o'g'imiz bormi? Bizning namoyat olib qolishimizga sabab dal o'zlari. Ujun, endi namoyatchilikning sababi men bo'lib qoldim qo'shnim. Ohoy, pulni olganchada mok sanab olgan o'zlari. Endi namoyat olib qolgan chog'ida buni sababi men bo'lib qoldim. Anlashmadi. Unutib qoldinglarmi sen tanga? O'sha 2 yil ichida sizlarga o'simtilikmiz deb mushkunga qolganmiz. Bunda desli qo'shnim. Bu sababsiz menga pulni berganchada mok berdim. Endi kelgan chog'da sababsiz men bo'lib qoldim-mi? Endi sen qo'shnim bunda qillar, sizlar pulni qaytarolmagan ekan. Ang yaxshisi vaqo, langaning do'qmishiga oqyavaqo. O'sha oqyani mok kremni pulimga hisoblan bevaslar. Men har kun pulimni berishlar deb ta'minlagan bo'lardim. Anda qilsak bo'lmaydi qo'shnim. Men u yerni qancha xapilikda olsammi sotmadim. Balamga xotni pep, uy sepib, o'ltig'izib qo'yammi deb sotmadim men u yerni. Voy qo'shnim, bu faqat qamlashmadi ma gapay. Mening pulimni qaytamaydi degan u oqyaga uy sotmadi, sen qosib bilan uy sotlar. U yerga uy sotma deb kunni, oyni, yilni o'tkazib qo'ychi, mokkida ulab keslar, uzoq men narga borma o'zlaringni. Hay qo'shnim, og'zingizga baqib so'zlang. Qalab deb onamning o'limini tilayotamsiz? Qizil ko'z, nima bo'libdan desam? Bip chidamagan bo'lsang ayna, menga mendan og'a qarz pulini qaytdi. Uzoq men kuni kamlikman yanga. Bo'libdi. Sizlarga shu yer lozim-ku. Sizlarga birta shu yerni qarzga hisoblab. Bilam unda qilsang bo'lmaydi. Sen u yerni bevitib uzon qanda qilsa. Bo'ldana. Hech qisi yo'q. Bilmagan jonda umid bor ekan. Amse shunda bo'lsin qo'shnim. Oxirida o'yliklarga erishdim. Atman bayab 4-5 ta guvoch deb kelay. O'ylagani menga berganlik isbotigimda qo'l qo'yib bermoqman. Qo'shnim unda qilmay aziyaq vaqt saqlab bersizlar. Biz pulni joylab lakinda bevitili. Bo'lmaydi qo'shnim, bo'lmaydi. Bunda fursat qat'iy kamikdi. Men taqdirini kip bulanmayman. Qat'iy bo'lmaydi. Men bir necha odamni boshlab kelib, yerga imzo qo'yib ketaman. Ana, qani sen? Nima chiqanay? Nima bo'ldi balam?
Falan qala, mayliqi bizning yan tatuagan Hasan tangining xotnikan murojaatnoma chiqibdi. Hasan tangi eriga sallab qab yuqurdagi doktorxona davolan qilibdi. Ma operatsiya qilishga ma pul yetishmayna. Ma jamiyatga omildim, menda yordam talab qilib murojaatnoma chiqibdi. Undaqmi bolam, bu bak yomon bo'libdi. Bunda chaqda biz qalab tursak bo'lmas. Nima qilasan ha? Yani chaqda biz qanchalar haqoratligini unutib qoldingmi? Yani bataxa, bizning o'ylagan tatvolda taxa Hasan tanga. Mayli bolam, o'tkash o'tab ketsin. Qulun qo'shdi degan bibiga yordam berish kerak. Shundaqdimi bizda ortiq pul bo'lmasa, nariga pulga yordam qilamiz uningga? Mayli balam, men shakib, men quloqamdagi oltin halqam bilan men qosh tashimajinamni sepib chiqay, shularni bo'lsin yordam qilaylik. Ana, bu halqa sana momamdan qolgansa, uni sotsak bo'lmaydi. Bulutu balam, ko'ngillikning ichida mehribonlik bulutu. Mayli men shakib, men bamilni sepib